Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni uzoqdan kuzatib borayotgan aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir Qirg'izistonda qilib borayotgan ishlarimizni ozgina sizlarga video obzor qilishni maqsad qilib qo'ydik. Xudo xolasa betonimizni boshlashga tayyor mana. Apolovka ichida karkaslarni qilib, toshlar solib mustahkam qo'ydik. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ko'rib turganingizdek do'stlar, Xudo xolasa bugun betonni boshlaymiz. Betonga tayyor. Faqatgina buni do'stlar, ko'rib turganingizdek